ayolni umri davomida hech qachon eridan eshitishni istamaydigan so'zi pulim yo'q so'zi. Ya'ni eri pulim yo'q deyishi. Tushuning, ayollar erini puli uchun turmushga chiqmagan. Kerak bo'lsa, ayol ishlasa erkakdan ham ko'p pul topishi mumkin. Eri tomonidan erini unga bo'lgan e'tibori, erini kuchli ekanligini, erini himoyasida ekanligini va eri boqa olishi ayolda erkakka nisbatan ishonchni hosil qiladi. To'g'ri, erkakning puli bo'lmasligi mumkin. Bu jarayonda pulim yo'q so'zini o'rniga ayoliga bu vaziyatni tushuntirib, unga bu vaziyatni ochiqlab, qaytanga undan ishonch va duo so'rayotganligini erkak bildirsa, ayolning oldidagi urivini, ya'ni ishonchi, muhabbati hech qanaqasiga tushmaydi. Siz agar doimiy ishonchli va natija beradigan bilimlar va psixologik praktikalarni o'rganib, eringizni boy qilish yo'llarini o'rganmoqchi bo'lsangiz, hoziroq kaminaga obuna bo'ling.